Assalomu alaykum rahmatulloh. Hamma tinchsa ham bizni bitta janob vechna haqimiz Abror Muxtor Ali kun sayin o'zini masalan meni tupoy deydi, lekin bu tupoylardan ham tupoyligini o'zi isbotlab beryapti va o'zini oqlash yo'lida o'zini g'irt dalbayobligini ham isbotlab beryapti. Qani eshitaylikchi. Jabrlanuvchilar Qosiyev va Abdurahmonovlarni yechintirib ularni urganlik bo'yicha holati bo'yicha sudlanganlarga nisbatan bu holat bo'yicha ayblov e'lon qilinmagan. Ana deysanmi Abror, sen bizlarni tupoy deb, lekin o'zing shu darajada tupoylikka ketgansanki, eshitsanga sudlanuvchilar deyapti-da. Seni hozir qilayotgan da'voying yordamlarni chalg'itishi bilasanmi nimaga o'xshayapti? Xuddiki tish doktoriga borib, birdaniga xuddiki seni gemoroyingni ham lichit qilishi kerakdek, sen shunaqa da'vo qilyapsan-da. Bu sud kassatsiya, ya'niki birinchi instansiya o'sha rayon sudida Farg'onada aynan Akmal Mirzayev va uning zamini jinoiy harakatlariga baho berilib va aynan ular amaldagi MVD ichki qonunlari, tartiblari va boshqa tomonlama buzilganligi haqida bu sud bo'lib o'tdi. Aynan shu ikkovi yechintirmaganligi haqida sudya shuni gapiryapti, xolos. Sudlanuvchi deb bu yerda hozircha ikkita shaxs haqida gap ketyapti. U 9 ta xodim haqida, xohlasang mana bu dokumentni ko'r. Bu ko'p kanallarda aytib yuribdi. Bu alohida 9 ta xodimga nisbatan ichki tekshiruvlar, 9 ta xodimni mana shu jinoiy emasmi harakatlari bo'yicha alohida jinoiy ishlar qo'zg'atilgan va bu bo'yicha alohida sud majlislari bo'ladi. Shuning uchun sen dalbayob Abror odamlarning ustidan kulaman deb o'ylama. Xalqni ham asabiga tegishni bas qil. Odam bo'l. Yerga qayt. Seriozda, hammaga deshni tamg'ab qo'yaman deb yurma. Masalan, tarafini olganlar dayus mayus deyapsan-ku misoliga-da. Tupoy, sen o'zing dayus-ku, o'zing Firuza opangning konkretni zapalini kimga kerak Telegram guruhimda bor. Konkretni erkakni tagidan chiqqan ayolni oqlagan sen dayus emasmisan? Mana shu Firuza Jo'rabekovni turmush o'rtog'i yo'q, balki nikoh bilandir, bo'lishi mumkin har xil holat. Oqlagan sen dayus emasmisan? Aytqana. Bu yerda hozircha biz ikkita erkak bilan ayol xonani ikkita tomonida aynan borligini biz ko'ryapmiz. Va bitta 9 ta xodim o'sha joyga borganligini o'zi juda katta savollar tug'diradi-da. Dayus va dalbayob dvajdi deysan-da endi. Dayus va dalbayob Abror. Mana shuni o'zing uchun bilib olgin. Buncha borku xalqning asabiga tegma. Obro'ying itak yo'qolib boryapti. Sen ham shogirdlaringga menga kuching yetmaganligidan oilamga yopishding, to'g'rimi? Nasl-nasibimga yopishding. Vaholanki men senga shans berdimki, aynan meni mana shunaqa gaplarimni topib kelasan dedim. Va mana bir haftadan ortiq bo'ldi, faqat dedimdan nari bormayapsan. Vaholanki sen aytayotgan ayol ko'pchilik bilan mana shunaqa shantaj, ko'pchilik o'zini predlagat qilib ularni pulini olayotganligini ko'pchilik o'sha juda yaxshi biladi. Mana shu chaplarda yuradiganlar juda yaxshi biladi. Men senga bir pastkash emasman-da. Men u ayol o'zini o'ylamayapti. Uni beti qotib ketganligiga harom luqma yeb beti qotib ketgan. Va lekin uni 3 ta norasida go'daki bor, u katta bo'lyapti. Va meni videolarim обязательно million prosmotr ko'rishi. U ayolni o'zini o'sha dushmanlari ko'p. Va xudo ko'rsatmasin, aynan o'shalarni bolalariga mana seni onangning ahvoli deb ko'rsatmasligi uchun, men o'qini ham kattarib ketganligi uchun qisman u menga sevgi izhor qilganligi va boshqa narsalarni menga taklif qilganligini qisman bo'lsa ham ko'rsatdim. Va aytayapmanki, agar bu narsalar barisi chiqsa, sen Abrorni ham ko'tdaningni chiqara olaman va boshqasini ham. Va sening shogirdlaring lobna-lob chiqa olmaysan. Birinchidan lobna-lob B bilan yoziladi. Lob degani mana peshonaga peshona qo'ya olmaysan degan ma'noda, ya'ni buqalar bir-birini nima qiladi-ku, men senlarga aytdimki, senlarga kerak bo'lsa O'zbekiston konsultatsiyasiga kelasan, bu O'zbekiston territoriyasi hisoblanadi, yuridik tomonligi, senlar bu da'voni qilyapsan. Ikkinchidan bilasanmi, sen menga nega chiqa olmaysan? Negaki ko'pchilik, men ko'p boshqa mavzularni yoritganimda oddiy xalq Alloh panohida bo'ling, Alloh sizni asrasin va shu kabi gaplarni gapirgan va men shu oxirgi yillarda ham, men buni yoki oxirgi kunlarda ham bir necha kanallardan har xil ugrozalar qilib lov etib yonib kelganlar puf etib o'chib ketganligini ko'rdimki, chun la havla va la quvvata illa billahil aliyul azim, Allohdan o'zga iloh yo'q. Sen ham menga chiqa olmasligingni bilganing uchun seni yaqin atrofing nima deyapsanlar? Abrorga lobman-lob chiqa olmaysan. Sen va seni qo'llayotgan yoki kelib meni asabimga tegmoqchi bo'layotganlarga savol. Nechta bloger bo'lsa, hammasiga primo efirga chaqirdilaring, to'g'rimi? Primo efirga telefon qildilaring, savol-javob qildilaring, to'g'rimi? Ularga aqling yetishini yo so'z o'yini qila olishingni juda yaxshi bilasan. Shu uchun ularga chiqib primo efir qilib kerak bo'lsa kanallaringni tarqatyapsan.
menga chiqa olmayotganligingning sababi yoki o'zingdan katta ketasan-ku, menga chiqa olmayman, sen kerak bo'lsa Peterga ham kela olmayotganligi yo oddiy misoliga primo efirga kela olmayotganligi yo primo efiringga meni chiqara olmayotganligining sababi men sen uchun birinchidan chorni yashik, ya'niki men sen uchun bir zagadkada va men sen ming meni tupoy degan bo'lsa, sendan salgina bo'lsam aqlliroqligimni men isbotlab kelyapman. Ikkinchidan Alloh sen aynan bir ojizlarga yopishib olib, uni ertadan kechgacha 2-3 oylab shuni orqasidan changalib yurganliging uchun Alloh men kabi insonlar bilan gaplashayotgan fikring kelsa ham seni qaltiratib qo'yadi. Buni sen tan olasanmi, tan olmaysanmi, bu fakt. Luboyman men, luboy joyda men sen bilan uchrashib gaplashib olaman. Lekin ungacha sen Xudoy Barno, Zaynab yo har xil ayollardan, Yulduz Usmonovadan, Feruza Jo'rabekovlardan kechirim so'rab yuruvdingmi? Kun keladi, hali Gulirano kechiring meni deysan. Negaki sen juda qaltiq xatolar qilding va albatta inshaalloh senga qarshi tegishli arizalar kirgizilganda sen albatta kapsida pampersingga siyib yana chiqib olib kechiringlar, men xato qildim deysan. Bu sening birinchi kechirish so'rashing emas. Shuning uchun Kunte va Dalbayob Abror, senga yana shans beryapman. Birinchidan menga qilgan tuhmatingni isbotlab berasan. Isbotlab bermasang, seni vechni Kunte deyaveramiz. To'xtatishni imkoniyati sening qo'lingda. Borib Samarqandda o'zingdan katta ketasan-ku, mashina. Agar duxing yetsa, mashinada o'tirasan, Samarqandga borasan. Senda barcha danalar bor, to'g'rimi? Yo'q bo'lsa agar chiqsang, men o'zim beraman. Borasan, otam bilan o'zing gaplashasan. E'tibor bergan bo'lsak, meni yaqin atrofim sening haqingda juda ko'p narsalarni chiqaryapti va men bir narsaga hayron qoldimki, Alloh chevarki, o'sha meni yaqin atrofim olib chiqayotgan materiallarni boshqa kanallar ham olib qo'yyapti-da. Ko'ryapsanmi, sen har tomonlama tugab boryapsan. Shuning uchun so'z o'yini qilaman dema. Bu 9 ta xodim aybsiz ekan, aybsiz deb chiqdi dema. Takrorlayapman, bu odamlar faqat ikkita hozirgi mana shu sudlanuvchilarni ishini ko'rdi xolos. 9 ta xodimga u alohida jinoiy ish va alohida mavzu. Shuning uchun sen ham va sening ko'rmuritlaring ham bir narsani bilib olding. Bu yerda aynan xuddiki tish doktori faqat tishni ko'radigandek, faqat aynan shu mavzu ko'rildi. Shuning uchun u 9 ta xodimlar gemoroy bilan boshqa gemoroy bilan shug'ullanadigan grupa ko'ra, men senga shunaqa tushunarli bo'lishi uchun aytyapman. Bu alohida mavzu va bu borasida alohida jinoiy ish va alohida tergov bo'ladi va xuddi shunday sen ham o'zingni temang bo'yicha jinoiy ishlarga yoki ma'muriy ishlarga o'zing ham tayyor bo'lgin. Xohlaysanmi, xohlamaysanmi, sen o'sha aytganimdek keltirgan gaplaringga birontasiga isbot dalil keltira olmading. Shuning uchun men seni bemalol Kunte Dalbayob deya olaman. Nega sen o'zing Dalbayob so'kishmas bu, ahmoq degani. Dalbayob so'kishmas deb aytgansan, ahmoq degansan, sen ahmoqligingni o'zing isbotlab beryapsan. Ya'niki har bitta eshitgan gapingni tarqatib yuribsan. Menga qilgan tuhmatlaringni isbotlab bera olmasang, seni vechni Kunte deb esingdan chiqarma. Inbrand voqeasi, boshqa qimor o'yinlaring, boshqa narsalar, men prosta vaqtim bo'lmayapti. Sekin-sekin bo'lsam seni chiqarib rasoyingni chiqaraman deganman. Buni esingdan chiqarma. Lekin buni to'xtatish opять seni qo'lingda. Alloh uchun men sen Kunteni kechirishga tayyorman. U uchun qaytaryapman. Mashinaga o'tirasan, Samarqandga borasan, dadam hozircha tirik. Qiyomatda agar salgina bo'lsa ham, hatto bir kishilarga nisbatan hatto mavqeingni xolis qilmoqchi bo'lsan, borasan, dadamdan kechirim so'rasan, shundan keyin vallahi men sen haqingda videolarni to'xtayman. Yo'q bo'lsa agar bu yerga chidab bersang bo'ldi. Shuning uchun o'zing ham, sen tarafdorlaringga ikki quloqing bilan eshitib olgin. Menga asabimga tegaman yo har gap aylantiraman dema. Men senlarni baringni polni shunday olib, majaqlab, tuflab tashlay oladigan darajada Alloh menga kuch-quvvat, aql, zakovat, shijoat va ichki xotirjamlikni ham bergan. Senlar faqatgina oilaga yopishishdan boshqa narsaga yaramayapsan. Va shu holatda sen va sening muridlaring qiyomatga yetib kelmasdan qiyomat kunida уже meni yutuqli pozitsiyaga o'zlaring chiqarib qo'ygan. O'zlaringga nisbatan men senlarni butun oilam bilan senlarga nisbatan уже yutuqli pozitsiyada. Shuning uchun Kunte va Dalbayob Abror ikkita quloqing bilan eshitib olgin. Bas qilgan bitta ojiza ayol. U nima qildimi, nima qo'ydimi, u bilan Allohning o'rtasida deb million bor aytdim. Seni men faqat iymon insofga chaqirganman. Va lekin sen pastkash o'zingdan katta ketib deb juda boshqa narsalarga yopishyapsan. Va seni prosta o'zing bilasan, buni boshqalar uchun emas. Seni hech qachon Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf birinchidan shogirdim deb tan olmagan. Tan olgan bo'lsa, mana shu inson guvohlik bera oladi deb o'sha insonni ko'rsatasan. Undan tashqari Shayx hazratlarini sen aynan bir paytlarda sotganliging uchun sen kamerachi. U insonni boshqa chet ellarda sargardon bo'lib, darvadar yurishlariga aynan sen sababli bo'lganligi uchun u inson o'sha yaqin insonlariga, yaqin shogirdlarga aytgan gaplari bor ekanki, bu Abror kasofat bo'ldi.
va bunga kim yaqinlashsa o'zini girdob bilsang kerak. O'sha vodovorot deydi, aylanish degani, aylanma degani o'sha kamar deydi-ku, suv tortadi-ku. Xuddi shunday tortadi bu bola orqaga deyilgan. Va shuning uchun e'tibor ber, Sodiq School, Inbrain, Nessity va boshqa voqealarda qarasangar, hamma yerda seni nasib bosgan qo'ling tekkan joyda hamma narsa qulab tashlayapti. Joylashgan manzil sifatida juda ham qulay joy. Qurilishi ketayotgan materiallar eng sifatli materiallar. Kim eshitmasin, umumiy narxdan 30% chegara bilan sotilyapti ekan. Tezda olish kerak, ya'ni sekin aytyapman ham. Nessity. Hamma xaridorlar norozi. Topshirish sanasi 2 yil oshib ketdi. Shunday bu ikkita militsiyani xuddi shunday oqlayman deb, sen nasib bosganliging uchun bu bolalar dalcha obro'si tushdiki, hech narsa bo'lmadi. Shuning uchun qaytaryapman. Kunte va dalbayob Abror. Barcha narsani to'xtatish faqatgina sening qo'lingda. Senga emas, meni oilamga til tekizib haqoratlash. Toki kechirimingni so'ramaysan, sen Kunte dalbayob nima shunaqa dalcha savol qilasan. Siz orqangizdan yil chiqarsangiz, orqangizda nima borligini aytib berasiz.